Assalomu alaykum akalar. Mana navbatda ishimizni tugatib berdik. Shimoyatda 30 modelni yuk bortli tentli furgon bo'lgan holda bo'ldi. Ustlari tent, orqalari darvoza. Orqaga zashta bamper. Chiroqlari yonidagi chiroqlarni ham qo'yib berdik. Yana qo'shimcha jihoz yonida yashigi bo'ldi. Hatta pastki yaxshi kaltli ruchkalari bo'ldi. Yana bundan tashqari mana yonidagi fiksatorlar ham qo'yildi. Akamiz yonida agar gaz ballon qo'yishgan ekan, anaqa zashita bamper qo'yib berdik. Yoniga ham zashita. Shunday qilib barbat qilib berdik. Choklariga e'tibor berasizlar. Ya'ni bo'lgan holda bo'ldi. Tirishgan, nima qilgan joyi yo'q. Koreyskiy material. Sifati a'lo. 5 yil garantiya beriladi materialga. İçlerini ko'rsataman. İchki holati mana fanera 06 lik qalinlikda faneradan bo'lgan. İchlari. Poliga suvdan qo'rqmas fanera qilib berdik. 8 qalinlikda. Chiroqlarni o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bu yerga murojaat qilsangiz bo'ladi.